İxtiyor muxbirimizning xabar qilishicha, 28 dekabr juma namozidan keyin Indoneziyadagi Samarang, Gigabayti, Kalimantan qatorliq nurg'un shaharlarda Xitoy kommunistlarining Uyg'ur musulmonlariga qilayotgan zulmlarga qarshi norozilik bildirdi. Hamda butun dunyo musulmonlaridan monolarni talab qildi. Birinchi, islom davlatlaridagi musulmon organlarga xitob qilib, Xitoy tajovuzchilari Uyg'ur musulmonlariga elib berayotgan zulmlarni anglitishni va bayonot e'lon qilishini va yozma maqolalarni yo'llab, ularning zulmini to'xtatishni talab qilgan. Ikkinchi, imomlarga namoz oxirida qunut duosi o'qishni talab qilgan. Üçüncü, dünyanın her qandaq yerdeki her bir musulman Uyg'urlarning tatıyotgan azaplarını qo'lidan kelishicha tonutishdan iborat talablarni o'tirib qo'ygan. İstanbuldan Anqaraga yo'lga chiqib 350 kilometr yo'l yurgan karvon yurishini 29 dekabr mashhur da'vatchi Habibullah Ko'sani ziyorat qildi. Shundaqla Germaniyaning Nürnberg shahrida Yevropaning har qaysi joylaridan kelgan muhojiratdagi Uyg'urlar yig'ilib, Sharq Turkistondagi zulmlarni anglatdi. Uyghur Tadqiqot instituti uyushtirgan tunji navbatlik siyosat va strategiya kursi 2018 yili 23 dekabr Anqarada boshlanib, 29 dekabrda muvaffaqiyatga oxirlashdi. Turkiya va dunyoning har qaysi joylaridan kelgan oliy ma'lumotli yoshlar Uyghur Tadqiqot instituti mudiri dotsent doktor Erkin Akramning riyosatchiligi va professor Qonur Alit Erjelasun, Ruqiya Turdosh, Mebug'ra, Nuri Turkal, Nijat Turg'un qatorliq o'qituvchi ustozlarning yetakchiligida davlat, siyosat, xalqaro munosabat, millat, millatchilik, axborot, siyosat munosabati, iqtisod va savdo, boshqalarning nazarida Uyg'urlar, tarix va strategiya markazlari, milliy mafkura va qimmat qarash, strategik tafakkur, o'zgarayotgan xalqaro munosabat, qonun va xalqaro qonun, Sharq Turkiston davosining strategiyasi qatorliq temalar bo'yicha leksiya angladi va har bir temani Sharq Turkistonning tarixi, buguni va kelajagi bilan birlashtirgan holda tashkillik bas munozara iborat. Xitoy kommunistlari Sharq Turkistondagi atalmış 5-chi emgak kuchlarini yo'tkab o'rlashtirish doirasini kengaytib, Uyg'ur oila ayollariga qaratgan. Doiralar yaqinda Xotanning Qarqash noyasidan bir turkum Uyg'ur oila ayollarini ishkir o'lkalarga yo'tkagan. Yerlik axborot vositalarining xabar qilishicha, Xitoyning plani Qarqash noyasidan 1999 nafar oila ayolni turkumlarga bo'lib, Xitoyning Fujian, Hunan, Hubei o'lkalarida tamoq etish, oshxona mulozimati qatorliq kasblarda tarbiyalashgan. Mazkur plan 24 dekabrdan boshlab rasmiy yo'lga qo'yilgan. Shu kuni Xotan poyezd stansiyasida murosim o'tkazilib, tunji turkumdagi Uyg'ur oila ayollari Xitoyning ichki o'lkalariga yo'lga selingan. Lekin xabarda ishkirga yo'llangan oila ayollarining oila ahvoli, bola chaqalarining boyo'qligi, bola chaqaliq bo'lsa ulardan kimning xabar oladiganligi qatorliq tafsilotlarga hech qanday tushuncha bermagan. Uyg'ur kishilik huquq tashkilotining ilgari surishicha, Xitoyning Uyg'ur oila ayollarini turkumlab ishkir o'lkalarga yo'tkishi Uyg'ur oilalarining butunligiga buzg'unchilik qilib, uning texmo eg'ir vayronchilikqa uchrashini keltirib chiqaradi ekan. Zimiston torining 28 dekabr xabarida oshkorlanishicha, bu yil avgustdan beri mazkur tor betining 45 nafar muxbiri g'oyib bo'lgan. Xabarda ularning Xitoy amonlik doiralari tarafidan tutqun qilinganligi ilgari surilgan. Zimiston tori Xitoyning Uyg'ur rayonlaridagi yig'ilish lagerlarining o'rni, qurilishi, ichki mashg'uloti, qoida tuzumi qatorliq jihatlardagi ahvoliga doir nurg'un sin va rasmlik dalillar bilan ta'minlab kelgan ekan. Zimiston torining bildirishicha, ularning Uyg'ur rayonidagi lagerlar haqida uchur bilan ta'minlab kelayotgan bir muxbiri bu yil sentabrning oxirida tutqun qilingan. Bu muxbirning hozir qayerda tutib turilayotganligi ma'lum emas. Mazkur torbetning bu muxbiri tutqun qilinishining oldida G'o'lji shaharga qarashliq Yangiya yesidagi bir yig'ilish lager qurilishi va ishki ahvolni sin va rasmga tortib mazkur torda e'lon qilgan.